Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 9-iyun hafta kuniga seshanba. Soat 5:25. Tongi 5:25 da biz bugun bir syomka qilgimiz kelib qoldi. Oxirgi marta qachon syomka qilganimiz ham esdan chiqib qoldi. Xullas ishlar ko'payib ketdi. Zaxira yig'ish, tayyor biogomuslarni qoplab olib chiqish, chuvalchanglarni ko'chirish, xullas shunaqa ishlar bilan band bo'ldik. Mana xudo xolasa o'tgan yilgi biogomuslardan 1 kilo ham qolmadi tashqarida. Mana shu yerning ichida elab qoplab qo'yganimiz bor. 3 tonna 4 tonna atrofida qoldi biogomusimiz. Deyarli hammasini sotib bo'ldik. Endi inshaalloh mana yangi kuzgi sezonga harakat qilyotibmiz. Mana shu chekkadagi o'ng tarafda reaktorlaringni pashtiga bo'lgan, unga ozuqa berishimiz kerak. Mana bu o'rikdaydagini ham 75-80% ga bo'lgan. Mana buni poxol bilan o'raganmiz. Bunga ham ozuqa berish kerak. Mana bu 4-reaktor ham deyarli bo'ldi. Bunga ham ozuqa berish kerak. Endi bundan buyog'iga kun qizyapti. Ertalab o'sha soat 4 dan 9-10 gacha sug'oryapmiz-da. Obeddan keyin yana soat 5 dan kechqurun o'sha 10-11 gacha sug'orishlarni olib boryapmiz. Chunki bundan buyog'iga issiq. Chuvalchanglar bunday issiqda sug'organingiz bilan baribir o'sha suv tushib turgan paytda yuqoriga chiqadi. Suv to'xtashi bilan, suvni o'chirishingiz bilan yana pastga tushib ketadi. Shuning uchun asosan biz ozanda va kechqurun sug'oryapmiz. Shunda kechqurun usti nam bo'ladi. Chuvalchanglar ertalabgacha o'sha kechasi bilan yuqori qismini ham yeydi. Mana shu deyarli tayyor bo'lib qolgan reaktorimiz. Mana chuvalchanglar ishlash jarayonida. Ozuqa deyarli qolmagan. Ular toza yeb olguncha biz hali berganimiz yo'q. Ozuqamiz bor zaxirada yetarlicha, faqat chuvalchanglar toza yeb bo'lsa keyin beramiz. Chunki hozir ozuqa bersangiz chala yilganda chuvalchang yuqoriga qarab chiqadi yangi ozuqaga, eski ozuqa pastda yilmay qoladi. Bu biogomus sifatini buzadi. Mana bu poxolni tagida yaxshi ishlayapti, lekin iloji bo'lsa hammasini poxol bilan bekitish kerak deb o'ylab turibmiz. Mana poxolni tagida yuza qismida ham ishlayapti, kunduzi ham. Mana shunday holatda. Chuvalchanglar aktiv. Mana shunday ishlar ketyapti bizda. Chuvalchangga qiziqqanlarga chuvalchang bor sotuvda. Biogomusga qiziqqanlarga biogomusimiz ham bor. Mana shu reaktor ham eng katta reaktor, shuni chopishimiz kerak. 5 yilda bir o'rnatib og'darsak, shuning bilan bunga ham o'zi ozuqa berish kerak. Xo'sh, jami hisobda 1 2 3 4 5 ta reaktorimiz deyarli tayyor ozuqa berishga. Bu degani 2 ta zilni go'ngi bir martada ketadi mana shu. 1 2 3 4 5 ta reaktorga berishga 2 ta zilni go'ngi bir martaga ketadi. Bir marta ozuqa berishga. Mana shu reaktor ham tashtiyi bo'lgan. Mana shu chuvalchanglar holat.
Bir marta og'darish kerak. Og'darganimizdan keyin mana yaxshilab suv beramizda. Yana ozuqani solib qo'yamiz. Mana shunday holatda kimgadir chuvalchang kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ekran ostida raqam qoldiramiz. Qizil yomg'ir chuvalchangi bizda bor har doim. Bizda shunaqa ishlar ketyapti. Ikkinchi zaxiramizni ham aralashtirishni boshladik. Qizib tayyor bo'ldi. Mana o'sha eng katta zaxiramizda. Esaringda bo'lsa qishda ko'rsatib o'tgandim. Mana shu molxonaning orqasi 10 metr joy, eniga 4 metr, balandligi ham 4 metr joy. Mana shu yerda 10 kamaz go'ng bor edi. Mana hozir qolgan bo'lsa 1 kamaz atrofida qoldi. Chop olib kirib beryapmiz. Xudo xolasa bu yil o'tgan yilga qaraganda ko'proq yegizyapmiz. O'tgan yili 5 yoki 6 kamaz go'ngni avgust oxirlarida tugatgandik. Bu yil 10 kamaz go'ngda iyunda 15 kelmasdan inshaalloh tugatamiz. Shunaqa ishlar ketyapti bizda. Ichkarida yana ikkita zaxiramiz bor. Yana olib kelayotgan joylar bor. Burdoqchilikka boqilayotgan buqalarning go'ngi bor to'planib turgan. Ularni toshish kerak. Xullas, harakat qilyapmiz. Videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Kanalga obuna bo'lmaganlar iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni har doim videolarim chiqsa, birinchilardan bo'lib ko'rib tomosha qilib turasizlar. Mana bu yog'i go'zal manzaralar. Bu yog'i Bedapoya. Bu yoqlari mana Makkapoya. U yoqda uzum, bog'. Mana shu quyosh chiqib turgan tarafda Sirdaryo oqib o'tgan. Bizni turgan joyimizdan 200 metr plus minus masofa bor. Ana shunaqa joylarda yashaymiz biz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.